Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bugun bizning ishxonamizga bitta mashina keldi. Mashina desak xato bo'ladi, bitta san'at asari keldi. O'shani egalari bilan hozir muloqot qilyotgandik. Akajon, mashina to'g'risida bir fikrlaringizni ozroq xalqqa bildirasizmi? Mashina yaxshi aka, yaqinda oldik. 40 kunlar bo'ldi desa. Aha. Yurishlari yaxshi, metan qo'ydik, metallar yaxshi tushdi. Aha. Perevollarga 8 tonna, 9 tonna o'tib beribmiz, yaxshi. Ha. Gaz rasxoti ham yomon emas. 6 ta 125 kubalik bilan 600 550 yuryapti. Haqiqat yomon emas. Boshqa, ya'ni boshqa turdagi bunga o'xshash mashinalardan nima yomon jihati bor ekan, nima afzalligi bor ekan? Afzalligini ko'rdim, hali yomonini ko'rganim yo'q. Yoqqani konditsioneri bor. Hozir mana kun 40 gradus issiq. Ichida maza qilib yuribmiz. Молодец aka. Spanelari bor, dam olishga. Молодец. Nimaga ana nakleykani olib tashladingiz? Xunukmikan? Yo'q, bunga hozir nakleykamiz bor, yopishtirganimiz yo'q hali. Ha, o'zingiz boshqacha spesialniy qilyapsiz. Uni yasatdik. Kuzovni nech pulga yasatdingiz? Kuzovni Kuzovni $5000 $5000. Noldan qilibsiz o'zingiz uchun. Noldan qildik. Da. Ustilarini ochib, Bu trubalar konteynerdagi, bilmaganlar uchun ma'lumot. Bu turetskiy petля 3 ta bu yoqdan, 3 ta bu yoqda qilingan. Tomi shtorka. shtorkalik qilgan. Xo'p, eni nechi buni? Eniga 230 qildik, uzunasiga 520, tepasiga 235. O, mashallah. Nechi kuba bo'ldi kuzov? 28-29 bo'ldi. 29 kuba. Kabinaga bitta korona kerak ekan, ha, endi xudo xolasa. Korona kerak, xudo xolasa endi keladi deyishyapti-yu. Xudo xolasa aka, xudo xolasa. Mashallah, zo'r chiqibdi aka, kuzovingiz ko'z tegmasin. Endi bir beskamir balon qilib olsangiz inshaalloh zo'r bo'ladi. Bitta qo'shimcha, bunga iloji bo'lsa, Aha. nima qo'yish kerak? Amortizator. Orqasiga. Ha, bu resori u jo'shkiroq ekan, yuk bilan yaxshi-da. To'g'ri. Bunga amortizator qo'yib chiqish kerak ekan, oldida bor, orqasida yo'q. Uni ham ustirovka qilmoqchimiz, bunga ham harakat qilamiz. Yaqinda uni ham qilamiz. Da, men ham shuni plan qildim, o'zi xaridorlarni o'zi periodika qilib amortizator qo'yishi kerak deb o'zim ham fikr qildim. Amortizator kerak ekan, lekin amortizator bo'lsa mashina zo'r. Mashina yomon emas chiqib. Kamchiligiga to'xtalmadingizmi? Kamchilik yo'qmi? Kamchiligi bitta ana shu joyida men kamchilik ko'rdim. Amortizator. Joski keyin balonlarni beskamera qilib chiqarganda juda ham zo'r bo'lardi. Inshaalloh bo'ladi aka. Inshaalloh. Yaxshi. Ishingiz rivojini bersin aka. Yaxshilikka xizmat qilsin. Kuzatishda davom eting. Shunaqa xaridorlarning, ya'ni shu Tiger V dan foydalanayotgan xaridorlarning otзывlarini xudo xolasa joylab boramiz akalar.